Menimcha haqiqiy marketolog keladida, siz mana narsalarni qilishingiz kerak ekan demaydi. Unaqa marketolog keldimi, masalan, biznes egasi bizani ko'rayotgan bo'lsa, qanaqadir biznes egalari, unaqa marketologga ishonish menimcha kerak emas, to'g'ri emas deb o'ylayman. Hozirgi bozorimizda-da. Haqiqiy marketolog, masalan, ko'pchilik biznes egalari intervyu jarayonida unaqa savol berishadi. Juda ham ko'p stereotip shunaqa. Meni biznesimga nima qilib bera olasan? Sen marketolog bo'lganingda nima qilib berarding? Juda ham ko'p savol mana shunaqa. Как marketing agentligi sifatida ham bizga ham beriladi-da, ko'psi shunaqa. Haqiqiy marketolog bu yerda savolga savol bilan javob beradi. Okey, oldin nima qilingandi? Hozir qanaqa sotuvingiz ketyapti? O'zi produktingiz qanaqa modelda ishlayapti? Biznes model qanaqasida o'zi, nimadan pul topasiz? Qanaqadir raqamlari bormi o'zi? Voronka bilan ishlangan, tizimli qanaqa ishlangan? Marketing bo'limi shakllanganmi? Sotuv bo'limi shakllanganmi? Ular qanaqa ishlayapti? Va hokazo. To есть, o'ta to'g'ri savollarni berish kerak-da. O'shandan kelib chiqqan holda, okey, siz og'riqli tochkalaringiz mana bunda ekan, mana ishlarni qilsa, sizni og'riqingiz yopiladi, savdoyingiz o'sishi mumkin.